Tadbirkorlar bilan tizimli muloqotlar viloyatning boshqa hududlarida ham davom etmoqda. Xususan, Kosonsoy tumanida kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq suhbat tashkil etildi. Uchrashuvda Namangan viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, tadbirkorlarning soliq masalalariga oid murojaat va takliflarini tingladi. Navbatdagi lavhada ushbu muloqot tafsilotlariga nazar tashlaymiz. Mamlakatimizda iqtisodiyot hajmining yarmidan ko'pi sanoat va eksportning 1/3 qismi aynan kichik va o'rta biznes vakillari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mazkur yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar safini yanada kengaytirish, o'z salohiyatlarini to'la ishga solish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida respublikamiz bo'ylab kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirokida ochiq muloqot o'tkazilmoqda. Namangan viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Shuhratali Imomov Kosonsoy tumanidagi kichik va o'rta biznes sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida aylanmadan olinadigan soliq, qoldiq tovarlarni qayta kirim qilish, soliq tekshiruvlari yuzasidan bildirilgan savollarga mutaxassislar tomonidan o'z o'rnida javob berildi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz hozirda poyabzal ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Rossiya Federatsiyasiga, Qozog'iston Respublikasiga, Tojikiston Respublikasiga eksport qilamiz. Namangan viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i tadbirkorlar bilan uchrashdilar. Bu yerdagi muammolarni eshitildi, takliflar eshitildi, keraklicha hal qilinadigan masalalar hal qilindi. Bundan tashqari soliq qonunchiligiga 78-yangi qaror bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, tadbirkorlar tomonidan barqarorlik reytingidagi ko'rsatkichlarni yaxshilash choralari, soliq imtiyozlari, xususiy tibbiyot muassasalarini ochish kabi qator dolzarb masalalar ko'tarildi. Bu kabi uchrashuvlar viloyatda tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes muhitini yanada yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.